Mana shu oxirgi turnir bo'ldi-ku, Octagon 84. Gold urishdi. Endi hozir bu yerda Tyson urishdi, Saturn urishdi, Kamil, Saturn urishmadi, Kamil, Tyson urishdi. Hamma o'ziga mani prosmotrim deydi, lekin men Habbomi Kamil o'zimning fikrimni aytaman. Mana shu oxirgi Octagon 84 turnirida nafaqat O'zbekiston, nafaqat SNGda, butun dunyoda turnirlarni rekordi o'rnatildi. YouTube'da 9 million prosmotr bo'ldi jonli efirda. Hech qaysi turniri mana hozirgacha YouTube'da buncha prosmotr yig'magan. Hech qaysi turniri bo'lmagan MMA tarixida. Mana misol PFL'larni ham boshqalarni ham qarasa, Octagonda ham eng katta prosmotr 4,5 million bo'lgan. Hozirgisi 9 million bo'ldi. Oldingi rekordlar 5% ga 10% ga o'zgarardi. Birdaniga 2 barobar o'zgardi. Octagon hech qachon Humo Arenani to'ldira olmagan. Hech qaysi turnir, O'zbekistonda o'tgan bironta turnir studentlarsiz o'sha olib kelib endi o'tkazib qo'yishadi, kimlarni dedi, har davlat ishchilarini. Sun'iy tomoshabinlarsiz Humo Arena hali to'lmagan. Mana Gold effekti shunaqa. Hozir hamma hate qilyapti. Misol uchun Gold lekin yomon gapirmaydi, yomon qiluvlar qilmaydi. U o'zi men yoshligimdan o'sha shug'ullanib yurganda, men uni 2017 dan beri bilaman-da, o'sha zalda shug'ullanardik. Yaxshi bola bo'lib yurardi. Endi sal ozgina anaqa bo'ldi, lekin mana hozir chiqib sport qilyapti, mana Gold effekti kelyapti, Humo Arenani to'ldiryapti. Octagon liganing rekordini 100% ga o'stiryapti. To есть 4,5 milliondan 9 millionga olib chiqyapti. Kecha Humo Arenaning yarmi tojiklar edi. Tojiklar Gold ko'rgani kelishdi. Gold anaqasini aytaman-da hozir, effektini aytaman. Gold qancha odam edi premo efirda, Kamil Karate bilan Tysonniki qancha edi premo efirda? Endi ana rezultat. Misol uchun gap emas, fiksatsiya. Mana fiksatsiya. Octagon liganing rahbariyatda agar sizlar 3-raundda ham urishganinglarda dedi. 1 millionga borardi. Mana prosmotrlar o'sadi. Bu nima degani? Qancha ko'p cho'zilgani sari podpischiklar, prosmotrchi kelaveradi. Goldlar endi boshida urishdi-ku, odamlar hali kirishga ulgurmagan edi. Zato fiksatsiya bormi? To'g'ri, bu fiksatsiya o'sha qabul. Bu lekin anaqa muhtkam qarash kerak-da. Sizlar o'shaqanglarda уже hamma uyga kelib bo'lgan, hamma ishidan qutulib bo'lib, shuna divanga o'tirib, televizorda telefonni yoqqan payti bo'lgan sizlar o'shaqanglarda. Lekin bu turnir 84 rekordlari Gold effekti. Goldning effekti bo'lganda gol ko'rsatish kerak edi rezultatini. Lekin biz rezultatini ko'rsatdik. Fiksatsiya bor bizda. Shuning uchun biz uverenni aytamiz. Biz o'sha odamlarni biz yig'dik. Bo'ldi, mana keyingi turnirda Gold bilan Kamil Karate misol uchun har xil turnirda solishtiramiz. Bo'ladimi? Solishtiramiz. Gold kecha kelgan bola bizning anaqamizga, joyimizga. Bizlar bu sistemada, bu igrada davnomimiz. Lekin ana shu ichkarida kirgan odamlar nima deydi hamma? Tyson Kamil Karate, Tyson Kamil Karate. Gold degan bilan Gold u bazani Gold yiqqani yo'q. Lekin o'zining bazasi bo'lishi mumkin. Necha marta urishgansiz? Odilxon bilan urishgansiz. Sanlarni Odilxon bilan bo'yin bu qanaqa bo'lgan? To'ldirganmiz. To'ldirgansizlar 2000 ta joy. Bu Humo Arena 14 mingtalik joy. Zato to'ldirganmiz. Humo bilan urishgansiz to'lmagan-ku oldin. To'lgan? Ya, hayotda nima bo'lgan? Tepa etaj pasdan rekord qo'yib kelganmiz. Goldsiz ham rekord qo'yib kelganmiz. Mana lekin mana bunisida Gold keldi, mana Gold effekti shunday. Fiksatsiyasini ayting bo'ldi. Fiksatsiya vaqtga ta'sir qildi. Yo'q, qachon vaqt? Fiksatsiyasini ayting menga, Farruh aka. Gold soat 10 da uyda bo'lish kerak. Yo'q, o'shancha uni boshida qo'yib olishdi. Gold bilmayman. Har doim turnirda o'zi ta'sir qilgan-ku, boshida sekin kam bo'ladi. Odamlar sekin oxir-oxirga kirib boradi-da, chunki qachonki Gold rekord qo'ysa, keyin mana bo'ldi deyman, roziman deyman. Mana rekord. Rekordni kim qo'ydi? Kim fiksatsiyasini ayting? Yo'q, fiksatsiyasini ayting. Gold. Kimniki prosmotr fiksatsiya? Prosmotr bo'yicha jang paytida sizlarniki ko'p bo'ldi. Lekin o'sha fiksatsiya. Bu turnirni Gold tortib berdi-da. Pakashto meni udib qilgan yo'q. Umuman siz aytishingiz bo'yicha shu Octagon Goldni olg'a surish kerak edi. Ya'ni uni ana shu o'zini yulduziga aylantirib, keyinchalik u ustida yaxshigina pul ishlamoqchi bo'lgan, lekin hozir ana shu reja amalga oshmadi. Endi Goldni, ya'ni kelajakda undan ham jiddiroq ligalarga o'tish imkoni pasaydi deb o'ylayapsizmi bundan keyin? Yo'q, hozir Goldga shunaqa o'chib turibdi, ishoning,